Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana o'sha Sardor Suyun bloger. Bugun biz Surxondaryo viloyatining Qiziq tumanidagi intizomli iqtidorli bolalar o'qiydigan 2-maktabga tashrif buyurganmiz. Bu sonimizda ham xuddi boshqa sonlarimizga o'xshab tasodifiy qo'ng'iroq, ya'ni tasodifiy ota-onasiga bolalarni qo'ng'iroq qilishib, albatta tanaffus vaqti, katta tanaffusda qo'ng'iroq qilishib, ota-onalarga o'zlarining ezgu tilaklarini, yaxshi ko'rishlarini, izhorlarini aytishadi. Shu sababli bu loyihamizni biz ezgu izhor deya atadik. Meni kuzatib turgan barcha obunachilarimga rahmat. Biz 10 mingtaga yaqinlashib qoldik, 9 mingtadan oshdik. Borlaringizga shukr deyman. Videoni oxirigacha ko'raman desangiz ko'ring. Albatta vaqtingizni achinmaysiz. Nimaga men bu loyihani qildim? Chunki ota-ona va farzand o'rtasida oqibatni yanada ko'paytirish, ular orasiga mehr solish uchun. Siz oxirgi marta qachon ota-onangizga yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Men bugun onajonimga aytib keldim. Otajonimga oxirgi marta 2014-yil aytgan edim. Xo'sh, siz qachon aytdingiz? Bugun biz do'stlar, shaxsan o'zim 5-sinfdan boshlab 11-sinfgacha o'qigan Qiziq tumanidagi o'zim o'qigan 2-maktabga keldim. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi sondan biz bolalarni ota-onalarga qo'ng'iroq qilib izhorlarni sizlarning e'tiborlaringizga havola qilamiz. Bizning Sardor Suyun va ezgu izhor loyihalarimizga, profillarimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan Sardor Suyun bo'ldi.